Konditsionerni tashlang. Benzinni seping, yaxshilab seping, benzinni qo'rqmasdan. Narxlari suv tekin qo'ydi. Arzonchi narxlari sindirishda davom etadi. Endigi navbat 12 talik konditsionerlar. Kerakmidi kelinglar olib ketinglar, narxlarni yer bilan bitta qilib tashadi. Sababi bunaqangi konditsionerlar bozorda kamida 4 million. Undan ham arzon topsangiz kamida 3,5 million toparsiz, lekin men sizga aytadigan narx maza qolasizlar. Like bosganinglar o'zingizlar ham his qilmay qolasizlar. Demak, birinchi ma'lumotlarni aytib ketaman. Rulus brendidan Sirius 12 modeli. Modelini bitta ko'rib olinglar, narxini mabodo solishtirish uchun. Xo'p, DC inverter motorda, ya'ni pastokda ham bemalol ishlaydi. Gri kompressor bilan jihozlangan. Maza qilib, qishda ham, yozda ham maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Qishda issiq, yozda muzdek qilib ishlatsanglar bo'ladi. Narxi demak, diqqat qilinglar, boshqa joyda kamida 3,5 millionga topasizlarmi? Lekin arzonchiga kelinglar, narxatiga 2 million 999 ming so'mga olib ketsanglar bo'ladi. Kamiga Xitoy mahsuloti, original Xitoyniki va 3 yil garantiyasi ham bor. Kerak bo'lsa tez arzonchiga kelib olib ketinglar. To'liq ma'lumot olish uchun mana shu nomerlarga telefon qilsanglar ham bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'yishni esingizlardan chiqarmanglar.